48 savol. Asr namozini o'qish uchun masjidga kirdim. Muazzin azon aytayotgan edi. Ichkarida ikki yigit nafl namozlarini ado etayotgan ekan. Bu paytda namoz o'qiydigan vaqt bo'ldi. Lekin yigitlar hali namozlarini tugatmagan edi. Bir ikki otaxonlar namozni vaqtida o'qish kerak, biz boshlayveramiz deyishdi. Boshqalar esa ozgina sabr qilaylik, yigitlar hozir tugatishadi, keyin birgalikda o'qiymiz deb e'tiroz bildirishdi. Xullas namozni yigitlar bilan o'qidik-ku, ko'ngil bir oz xira bo'lib qoldi. Ana shu vaziyatda kim o'zini to'g'ri tutdi? Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Avvalo masjidga kirib nafl namozi o'qiyotgan kishilarga aytadigan gap shuki, masjidga kirganda nafl namozi o'qigan yaxshi. Lekin farz namoz vaqti kirib, iqoma aytilib, kishilar safga turib kutib qoladigan darajada emas, balki hisob kitobni to'g'ri qilib, iqoma aytishgacha nafl namozlarini o'qib tugatish kerak. Azon namozga chaqiriq hisoblanib, tahorati yo'qlar tahorat qilsin, ish bilan mashg'ullar namoz vaqti kirganligini bilsin degan maqsadlarda bo'ladi. Masjidga kelib tahoratni qilib, namozning boshlanishini kutib turganlar uchun safga turish e'loni iqoma aytish bilan bo'ladi. Bizda iqomani takbir aytish ham deyiladi. Azon aytilib, azondan keyin ma'lum vaqt o'tib iqoma vaqti kelganda falonchi tahoratini qilib olsin yoki falonchi nafl namozini o'qib olsin deb kutib turish kitoblarimizda aytilmagan. Balki vaqt bo'ldimi iqomani aytib namoz o'qilaveradi. Kech qolganlar esa namozga kelgan joyidan qo'shilib, agar bir rakat to'la o'tgan bo'lsa yoki ko'proq o'tib ketgan bo'lsa, o'sha o'tib ketgan rakatni o'zlari tugatib olishadi. Shu narsani yaxshi bilib olishimiz kerak. Vallohu a'lam.